Assalomu alaykum barchaga. Xush kelibsizlar Umid Toshboyev YouTube kanaliga. Men sizlar bilan Umid. Akalar, ukalar, bugun mana 17-aprel haftaning payshanba kuni. Soatimiz necha bo'ldi? Soatimiz O'zbekiston vaqti bilan 8:15 bo'lyapti. Mana biz bugun Toshkentning bir oblasti, bir chekkaroq joydan, Amirsoy degan joydan video syomka qilyapmiz. Mana sizlarning podrishkalaringiz bilan 450 ta obunachiga yetdik. Barchalaringizga kattakon rahmat. Akalar, ukalar, mana shu videomiz nasib bo'lsa 450 ta like yig'sa, xudo xolasa bitta muhtoj oilaga bir xalta unni olib borib beramiz. Nima deymiz? Videolarga like deb bosib, o'z fikrlaringizni kommentariyaga qoldirib ketishlaringiz mumkin. Gapirsa gap ko'p. Nima deymiz yana? Mana shu video syomka bo'lyapti Toshkent Amirsoy degan joydan. Amirsoy degan joyga kelganlar bo'lsa, men borganman deb kommentariy yozib qoldirsin. Amirsoy degani mana shu yer Amir Temurning soyi bo'lgan ekan vaqtida. Shu yerda mayapka qilgan, короче. Mana keyin bitta like bosib ketish jalka emas. Bittadan like bosib ketsin, 450 ta obunachi, 450 ta like yig'ilsa, bitta xonadonga, muhtoj oilaga bir xalta unda olib borib beramiz. Yana nima deymiz? Men kommentariyaga karta qo'yib, mana shu kartaga pul taylangizlar deb pul yig'ishtirib olayotganim yo'q. O'zimning hisobimdan bir xalta unda olib borib berishga va'da beraman. Menga ishonmaganlar uchun mana keyin puli. $200,000 talik. Videoni shu yerga to'xtatamiz. Hammaning ishiga omad. Videoni shu yerga to'xtatamiz, akalar, ukalar, hammaning ishiga omad. Kim qayerdan kuzatayotgan bo'lsa, sog' salomat bo'lingizlar. Keyin yana Moskvada yurayotgan aka-ukalarim uchun kimning registratsiyasida muammo bo'lsa, mana shu videoning kommentariyasiga O'zbekiston Moskovskiy nomer qoldiramiz. Moskovskiy nomerda registratsiya qilib berayotgan akamizning nomerini qoldiramiz. Bemalol murojaat qilishlari mumkin. Bazadan 100% garantiya chiqadi. Reklama emas, prosta o'zim video qilyapman. Hammaga omad. Like'larni bosib qo'yingizlar. 450 dona like yig'ilsa, bir xalta unda bitta muhtoj oilaga olib borib beramiz.